xayrli kun, yaxshimisizlar do'stlar? Yuqorida so'rovnoma o'tkazganda ota-onalar bilan yoz faslida ko'pchilik ingliz tili, rus tilini o'rgatmoqchi, yana kimdirlar farzandini sportga bermoqchi, yana kimdirlar esa farzandini maza qilib dam olish maskanlarida aylantirmoqchi. Xo'p, bularni hammasini qilish uchun esa juda ham ko'p mablag' sarf qilinadi. Lekin hammasi bitta joyda bo'lsa-chi, Beruniy bilimlar oromgohi xuddi shu imkoniyatni sizga beradi. Oromgohda farzandingiz ertalabdan kechgacha vaqtini behuda sarflamaydi. Maza qilib dam oladi. Maza qilib o'qiydi, o'rganadi, sport to'garaklariga kiradi. Undan tashqari 3 mahal mazali, shirin taomlar bilan tanovul qilinadi. Xo'p, eng qizig'ini aytaymi, farzandingiz yangi o'quv yilida sinfidagi eng a'lochi o'quvchilar safida bo'ladi. Tezroq shoshiling, nimani kutyapsiz? Pastdagi nomerlarga telefon qiling va o'z joyingizni ma'lum qiling. Qabul 1-iyundan rasman boshlanadi. Ertaga yakshanba kunidan siz dushanbadan bemalol maktabimizga kelib, sharoitlarni ko'rib, ustozlar bilan gaplashib, konsultatsiyalar olib, keyin farzandingizni yozdirib ketsangiz ham bo'ladi. Ertadan esa faqatgina telefon yoki Telegram orqali bog'lanib gaplashishingiz mumkin. Barchani Beruniy bilimlar oromgohida kutib qolamiz.